Mashinani benzini ham qolmadi, cho'ntagida 1 so'm pul ham qolmadi. Miya 3% ishlayapti, 5% ishlatib ko'raychi, nima bo'lar ekan? Sening mashinangizdancha qanaqadir yomon hid kelyapti-da, motoridanmi, benzin asosdanmi? Yo'q, rostdan. Rostdan. Kapotni oching, ko'rib beraman. Madinani endi. Sening bu menimcha benzindan yaxshiroq benzin qo'yishingiz kerak. Men o'zim qo'yib beraman benziningizni. Yo'q, qanday bo'lar ekan? Kerak emas. Zo'r bo'ladi. Kartangizni bering. Kodi nechi? 4-1. Bo'ldi. Olib boring kolonkaga o'zim qo'yib beraman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Men bu turgan Sparkga ham, men mashinaga ham Ponyback qo'yib yuboring. Kodi nechi ekan? 4-1. Xo'p, sening? Mana. Rahmat, yaxshimisiz, bor ekansiz. Hech chiqsi yo'q. SMS keldimi? Aka, 2 barobar ko'p pul yechilibdi mendan. Nimaga unaqa? Hozir kelgan bola xo'jayingizmidi? O'sha ikkita mashinaga Ponyback dedi-ku. Nima? Uzr sening, qaytaraman albatta. Rahmat. Qorni o'ta ochib ketdi-da, lekin ovqatlanishga pul yo'q. IQ'im ishlataman-da, hozir ovqatlanib chiqaman. Och odamdan yaxshilik chiqmaydi degan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Menga xo'jayiningni chaqir. Bu yerda xo'jayin men bo'laman. Ha, sizmi? Aha. Ha, tekshiruvdanman. Bir tozalikni tekshirib olaylik, oshxonaga yuring. Ha, abitmon xolam bo'lib qopti aka. Bir piyola choyimiz bor. Qolgan tengi tekshiramiz. Nima deyman? Mayli. خميش لتسبيق وشدي معايا الطريق خلي قلبك يفيق Ha, yolg'onchi? Qo'lga tusharkansiz-ku? Yo'q, sening siz noto'g'ri tushundingiz. Nimani noto'g'ri tushunaman? Benzin quydirib qochib ketdingiz-ku? O'tiring, keling, hammasini tushuntiraman. Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, yigitchilikda bo'lar ekan. Men sizni bugun mehmon qilaman. Bu restoran meniki. Yo'q, mana shu restoran siznikimi? Ha, meni restorani. Nima yeysiz? Men ishlarimni qilay, ishlarim bor edi. Siz bemalol mehmon bo'lib o'tiring. Bolalarga aytib qo'yaman, xo'pmi? Oshxonani keyin tekshirib olaman. Bo'ldi, hop. Mayli, hop. Aka, qarab olasizmi? Qarang, hozirga chiqib ketgan odam kim edi? Mana bilmadim, tekshiruvdan mendan keldi, mehmon qilib Yo'q. Voy shustri, bu hali restoranni ham aldabdi-de. Men seni kimligini endi bildim. Hozdan qarab turgan. O'g'ri, yordam beringlar, kim bor? Nima bo'ldi? Qarang, sumkam o'g'irlab ketdi. Tezroq boring. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. Mana qara. Kechki payt ko'rishamiz, bo'ptimi? Bor, ko'rma. Mana sumkangiz. Qarang, taqdir bizni yana uchrashtirdi. Ha, zo'r uyushtiribsiz. Restoranda chiqayotganingizda ko'rdim, o'g'ri bilan kelishyotgandingiz. Restoranni ham xo'jayin emassiz. Ularni ham aldab, ovqatlanib chiqib ketdingiz. O'zingiz ham mazza qilib ovqatlandingiz-ku. Bo'pti, hammasini bilibsiz. Benziningiz pulini qaytaraman, faqat hozir pulim yo'q. Menga shart emas benzinni puli, xo'pmi? Meni bitta shartim bor. Xo'p. Menga ham shunaqa vaziyatdan chiqib ketishni o'rgating. Медлячок, чтобы ты заплакала. Azlol, Ha, keldingizmi? nima bo'tga chaqirding? Bitta Qozog'istonlik qiz bor. Ha? Unda dollar bor, bizni kartasiga so'm o'tkazib berishimiz kerak. Nima foyda bizga? $100 evaziga biz uni kartasiga 700 ming so'm o'tkazib beramiz. Zo'ru, 500 ming foyda ekanda. Shunaqa. Qattan topding? O'zi sizni chaqirmasam ham bo'lardi, lekin ishimni bitta ko'ring dedim-da. Ha, bir ko'raylik, qani u? Mana bu gostinitsada turadi, hozir chiqadi. Ketdik. Pul tayyormi? Ya, dayin. Na kartaga pul tashlab bersang. Aha, hop. Mana. Rahmat.
Qani kechi? Birinchi ishingni pulini bo'lishaylik-chi. Mana. Amerikan hidi kelmayapti-ku bunda. Yo'q-e? Soxta-yu bu. Yo'q-e, bo'lishi mumkin emas. Mana ne является платежным средством yozuvi bor ekan. Bu soxta bu, ma. Sen yaxshisi bu ishni umuman qilmagin, senga emas. Bu yo'lingdan qayt. Bo'lishi mumkin emas. Shunchasi soxtami? Bo'pti, men ishlarim bor. Meni aralashtirma bu ishlaringga. Belki onlar Men nima qilaman endi? Xullas, zo'r ish bor. Shunaqa zo'rini ilintirganman, pul o'ta ko'p. Yo'q-e? Ha. Qozoq tilida gaplashishni bilarding-a? Ha, bilaman. Yo'lidan chiqib qolasan, men buni so'm qilishim kerak, kartaga o'tkazishim kerak deysan, o'zi ilinadimi? Bo'ldi. His qilaman. Faqat pulini arra qilamiz. Endi bu pullarni muhtojlarga beramiz. Tugadi.